Muhojirlar Makka mukarramadan Madina Munavvaraga hijrat qilganlarida o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Ana shu qiyinchiliklardan biri suv masalasi juda og'ir edi. Madinada Ruma degan bir buloq bo'lardi. Bani G'iforlik bir insonga tegishli buloq bo'lardi. O'sha odamning xos mulki hisoblangan. U odam haligi buloqdan chiqqan suvni sotardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu holatni ko'rib haligi odamni chaqirdilarda, bulog'ingni odamlarga bir foydasi tegsin ma'noda, yengillik qilish ma'noda va'da qildilar. Shu bulog'ingni jannatdagi bir buloqga sotmaysanmi dedilar. Haligi odam yo'q, qo'limdan kelmaydi. Chunki boshqa qiladigan ishim yo'q, boshqa tirikchiligim yo'q dedi. Bu xabarni Hazrat Usmon bin Affon radhiyallohu anhu eshitib qoldilarda, haligi buloqni egasining oldiga kelib, bulog'ingni sotasanmi dedilar. Haligining bulog'ini 35 ming dirhamga sotib oldilar. 35 ming juda katta pul. Sotib oldilar, payg'ambarimiz oldilariga keldilar, ey Allohning rasuli. Haligi buloqni men olsamda, shu buloqni boyagi musulmonlarning foydalanishiga bersam, jannatdagi o'sha buloqqa sotsam shuni, o'shanga va'da qilgan narsa bo'ladimi menga dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom bo'ladi dedilar. Ular ana shunday dedilar. Eshitgan zahoti, bashoratni eshitgan zahoti, xursandchilikni eshitgan zahoti o'sha narsaga amal qilayin dedilar. Oxiratdagi jannatdagi darajotning umidida edilar. Ular ikkilanmagan. Ikkilanish bo'lmagan. Ular shoshilgan, qiladigan yaxshilikka shoshilgan. Tezroq qilib qolayin. Islomning ta'limoti shu. Mo'min musulmon odam hayotini g'animat bilib, yaxshilik qilishlikka shoshilib qoladi. Oxirati uchun ko'proq zaxira yuborishlikka shoshilib qoladi. Bahona yo'q. Imom Mujohid aytadilar. Bu kishi tobiiylardan rahimahulloh. Hech bahona qolmaydi. Qiyomat kuni 3 ta odamni keltiriladi dedilar. Bittasi boy, ikkinchisi kasal, uchinchisi qul. Alloh taolo boydan so'rar ekan, nima uchun yaxshilik qilmading? Oxirating uchun yaxshilik yubormading? Men shunday boy edim, meni boyligim mashg'ul qilib qo'ydi. Der ekan, shunda Alloh taolo Sulaymon alayhisalomni keltirar ekan. Sen shundan ham boy edingmi? Sulaymon alayhisalomdan boy odam bo'lmagan. Nega buni mashg'ul qilmadi boylik? Kasalni keltirar ekan, nima uchun oxiratning tashvishini qilmading, yaxshilik qilib qolmading degan desa, ey Robbim, o'zing bilasan, men kasal edim. Toqatim yetmadi. Ahli uzr edim. Shunaqa holatda edim. Desa Alloh taolo Ayyub alayhisalomni misol uchun keltirar ekan. Kasalliging shunchalikmidi? Nega bu o'shanda ham amal qildi? Ayyubchalik kasal bo'lmagan. So'ng Alloh taolo qulni keltirar ekan. Nima uchun amal qilmading? Desa, haligi qul, shunaqa qul edim. Majbur bo'lganman. Shunaqa bo'lganman. Shunda Alloh taolo Yusuf alayhisalomni keltirar ekan. Yusuf alayhisalom ham qul bo'lib sotilganlar. Mana bu ham qul edi, lekin bu amal qildi. Qiyomatda bahona o'tmaydi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo bandani toqatiga yarasha ishga buyuradi. Toqatidan ortiqcha ishga buyurmaydi. Nima ishga toqatingiz yetadi?
ana shuni buyurgan. Endi toqatimiz yetadigan Alloh taoloning buyurgan ishini qila olmasak, qiyomatda bahona qolmas ekan. Qiyomatda bahona qolmas. Tayyor guvohlar bo'ladi.